Quloqdagi ajralma hammada o'ziga xos bo'ladi. Ya'ni ba'zi bir odamlarda bu suyuq shaklda, ba'zi bir odamlarda quruq shaklda. Aslida bu bo'ladimi yoki bu qandaydir kasallikmi? Yo'q, bu hech qanday kasallik hisoblanmaydi. Bu aslida organizmni ikkalasi ham norma hisoblanadi. Quruq shakldagisi ko'pchilik holatda yumalab tashqariga chiqib ketib qoladi. Lekin agar to'planadigan bo'lsa, og'riqli to'planadi. Buni vazifasi quloqqa kirayotgan har xil changlarni yoki mayda hasharotlarni ushlab qolish va uni zararsizlantirish. Ba'zida ularni halok qilish vazifasini bajaradi. Ba'zi bir odamlarda o'ng qulog'ida kir yig'ilishi mumkin, chap qulog'ida kir yig'ilmasligi mumkin. Bu quloqda kir yig'ilishi ham gendan genga o'tadi. Ya'ni qondan qonga deymiz. Shundan kelib chiqib nima deya olamiz? Nog'ora pardangizni saqlab qolish uchun ham siz uyda qulog'ingizni o'zboshimchalik kovlamang va tozalamang. Siz lor vrachga murojaat qiling. Assalomu alaykum hammaga. Bugun ko'pchilikni qiynaydigan bitta savolga javob berib ketishga harakat qilaman. Bizga ko'pincha keladida bemorlar qulog'imda yuvdirishim, tozalashim shartmi? Qancha vaqtda tozalatishim kerak qulog'imni? Yoki har doim yuvdirib turishim kerakmi qulog'imni? Yoki bolamni qulog'ini tozalatishim kerakmi? Yoki yana kimnidir qizimni qulog'ini tozalatishim kerakmi degan savollar bilan juda ko'p murojaat qilishadi. Bugun bularni hammasiga batafsil javob berib ketamiz. Xo'p, quloqda kir yig'ilishi, quloq chirki, serная пробка, bular hamma sinonimlar. Aslida o'zi nima? Aslida bu bo'ladimi yoki bu qandaydir kasallikmi? Yo'q, bu hech qanday kasallik hisoblanmaydi. Bu aslida organizmni himoya qilish uchun ishlab chiqarilayotgan ajralmalar hisoblanadi. Ya'ni oltin gurgut ajralmasi quloq tashqi eshituv yo'lini tashqi tomonida 3 dan 2 qismida, ya'ni tog'ay qismida bezlardan ishlab chiqariladi va devorga yopishgan holatda bo'ladi. Bu o'z navbatida suyuq hamda yopishqoq bo'ladi. Buni vazifasi quloqqa kirayotgan har xil changlarni yoki mayda hasharotlarni ushlab qolish va uni zararsizlantirish. Ba'zida ularni halok qilish vazifasini bajaradi. Bajarish jarayonida quloqqa kirgan narsa hasharot nog'ora pardasigacha yetib bormasligini ta'minlash kerak bo'ladi. Albatta bu har xil holat bo'lishi mumkin. Masalan, o'sha serная ajralma, quloq ajralmasi oz bo'lsa, ichkariga kattaroq tarakan kiradigan bo'lsa, u bemalol quloq pardasigacha o'tib borishi mumkin. Lekin agar quloqda o'sha serная пробка ko'proq bo'lsa, ya'ni pardagacha o'tib borish yo'lini deyarli to'sib qo'ygan bo'lsa, tarakan svarak borib o'sha seraga borib uriladi, lekin orqaga o'tib keta olmaydi. Seraga borib urilib, u yerdan nafas olib turganda bu zaharlanib, tarakan o'zi shatda o'lishi ham mumkin. Buni praktikamizda juda ham ko'p kuzatganmiz. Yoki mayda hasharotlar, chumoli yoki pashshalar xuddi shu joyda qolib ketishi mumkin. Buni ham amaliyotda juda ko'p ko'rganmiz. Quloqdagi ajralma hammada o'ziga xos bo'ladi. Ya'ni ba'zi bir odamlarda bu suyuq shaklda, ba'zi bir odamlarda quruq shaklda. Ikkalasi ham norma hisoblanadi. Quruq shakldagisi ko'pchilik holatda yumalab tashqariga chiqib ketib qoladi. Lekin agar to'planadigan bo'lsa, og'riqli to'planadi. Suyuq shakldagisi bu oqib chiqib ketadi, yopishqoq bo'ladi. To'planadigan bo'lsa, bu yumshoq bo'ladi hamda kuchli og'riq bermaydi. Bu ko'pincha eshitishni pastligiga olib keladi. Ba'zi bir odamlarda 80 yoshga kirganda ham quloq chirki, quloq kiri yig'ilmasligi mumkin. Ba'zi bir odamlarda 1 yoshli, 2 yoshli bo'lganda o'sha quloqlarini tashqi eshituv yo'li quloq chirki bilan to'lgan holatda bo'lishi mumkin. Ba'zi bir odamlarda o'ng qulog'ida kir yig'ilishi mumkin, chap qulog'ida kir yig'ilmasligi mumkin. Ba'zi bir odamlarda chap qulog'ida kir yig'ilishi mumkin, o'ng qulog'ida kir yig'ilmasligi mumkin. Ba'zi bir odamlarda quloqlarida
o'sha kiri suyuq holatda, yumshoq holatda bo'lishi mumkin. Ba'zi bir odamlarda bu qattiq, quruq holatda bo'lishi mumkin. Bu hammani o'ziga xos belgisi hisoblanadi. Yana bitta narsa shundan iboratki, bu quloqda kir yig'ilishi ham gendan genga o'tadi. Ya'ni qondan qonga deymiz. Otasida bo'lsa, o'sha bolasiga o'tish ehtimolligi yoki onasida bo'lsa, bolasiga o'tish ehtimolligi bor. O'ziga xoslikni bilish uchun avvalo siz losh shifokori ko'rigidan o'tishingiz kerak bo'ladi. Sabab quloqni ichini hech kim o'zi ko'ra olmaydi. Losh shifokori bemalol uni ko'rib, hozir endoskop yoki boshqa narsalar chiqib ketgan, bemalol kamera yordamida ekranlarda ko'rib, hatto bemorni o'zi ham baholashi mumkin bo'ladi. Agar quloq pardasi, nog'ora pardasi bemalol ko'rinib turgan bo'lsa, ikki tomondan ham bu quloqni tozalash shart emas degani. Agar o'sha endoskop yordamida ko'rilganda nog'ora pardani ko'rish imkoniyati cheklangan bo'lsa yoki ko'ra olmasa, demak bu quloqni tozalash kerak degani. Endi shu joyda ikkinchi savol paydo bo'ladi. Quloqni qachon yudirish kerak? Xo'p, biz ko'rdik, quloq pardasi ko'rinmayapti. Oldida o'sha serniya probka turibdi. Bu holatda agar yumshoq turi bo'ladigan bo'lsa, hamda bemor agar quloqini kovlamagan bo'lsa, kirni nog'ora pardasiga olib borib tiqib yopishtirib qo'ymagan bo'lsa, o'sha vaqtni o'zida quloqni tozalab tashlasa bo'ladi. Lekin har xil quruq kasalliklarda, o'sha serani quruq holatida yoki serani qulog'imizni ko'laganimizdan keyin pardaga olib borib taqab qo'ygan holatlarimiz bo'ladigan bo'lsa, ko'pchilik holatda buni o'sha paytda yuvish noto'g'ri hisoblanadi. Chunki nog'ora pardani oldida turgandan keyin suv bilan yoki quruq yo'l bilan tozalaganda nog'ora pardasiga jarohat yetkazib qo'yish ehtimolligi juda ham yuqori bo'ladi. Shunda 1-2 kunda sarflab, quloqqa yaxshilab o'sha oddiy yog'dan tomchilatib, uning uchun steril bo'lishi yoki qanaqadir yog' bo'lishi aptekadan olinishi shart emas. Uydagi oddiy oq yog'da 5 tomchidan 3 mahaldan yaxshilab tomchilatilsa, quloqda turgan kir o'ziga shimadi, yumshaydi. Hamda parda bilan kirni orasida yog' paydo bo'ladi. Quloq yuvganda ham, quloqni tozalaganda ham parda shunda jarohatsiz qoladi va kirni o'zi chiqishi mumkin. Ko'pchilik holatda bemorlar kelishadi, qulog'imda shu 5 yil oldin, 10 yil oldin qulog'imda kir to'planib qolganda shifokor yuvgan, qulog'imda kuchli og'riq bo'lgan, qonagan, shunda nog'ora pardani teshib qo'ygan degan gaplarni eshitib qolamiz. Hozirgi aytganim xuddi shunday. O'sha qandaydir ma'noda shoshma-shosharlik bilan amaliyotni bajarish nog'ora pardasini jarohatlab qo'yishga olib kelishi mumkin. Bunga aslo shoshmaslik kerak. 1-2 kun juda ko'p narsani hal qilmaydi. Yaxshilab yog'ni tomchilatib, yumshatib chiqilsa, bir martada yo 2 martada quloqning o'zi 5 minut, 10 minutda hal bo'ladigan narsa yaxshilab tozalab, quritib, nog'ora pardani sog'lom saqlab qolish mumkin bo'ladi. Shunday kelib chiqib, asosiy tavsiyamiz nima bo'ladi? Uyda aslo o'zingiz har xil quloq ko'lagichlar bilan, mix bilan yoki gugurt cho'plar bilan qulog'ingizni kavlamasligingizni tavsiya qilgan bo'lardik. Chunki quloqning ichida hozirgi aytganim agar kir bo'layotgan bo'lsa, qattiqroq bo'layotgan bo'lsa, quloq ko'layotgan gugurt cho'pingiz emas, siz o'sha to'plangan kir nog'ora pardaga jarohat yetkazishi yoki teshib qo'yishi mumkin bo'ladi. Siz aslida nog'ora pardangizni asrash uchun ham uyda quloqingizni ko'lamasligingiz kerak yoki tozalashga harakat qilmasligingiz kerak. Shundan kelib chiqib nima deya olamiz? Nog'ora pardangizni saqlab qolish uchun ham siz uyda quloqingizni o'zboshimchalik ko'lamang va tozalamang. Siz lor vrachga murojaat qiling. Agar sizda ham quloq, tomoq, burningizdan qandaydir shikoyat yoki savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentlarga yozib boring. Iloji boricha tezroq to'g'ri javob berishga harakat qilamiz yoki ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib savolingizga javob olishingiz mumkin.